Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Shayx Alijon qori Haydarov. Alijon qori Fayzulloh o'g'li 1976-yilda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida tavallud topgan. O'rta maktabni tugatgach, 1994-98-yillarda Misrdagi Al-Azhar Dorul Fununining tayyorlov bo'limini, 1998-2001-yillarda esa boshlang'ich bo'limini tamomlagan. 2001-2007-yillari ushbu Dorul Fununning shariat va qonun kulliyotida, 2007-2012-yillari esa Shayx Ahmad Iso Ma'saroviy nomidagi Ulumul Qur'on va qiroat Dorul Fununida tahsil olgan. Shayx Alijon qori musulmon diyorlaridagi mashhur qiroat shayxlardan ijozalar olgan bo'lib, Qur'oni Karimning 10 ta qiroati sohibi hisoblanadi. 2021-yilda Shayx Alijon qoriga O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi faxriy doktori unvoni berildi. Hozirda O'zbekiston musulmonlari idorasining Qur'on va tajvidni o'rgatish bo'limi mudiri lavozimida xizmat qilib kelmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah va ba'd. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Alloh subhanahu va ta'alaga hamd sanolarimiz, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salot salomlarimiz bo'lsin. Bizning faqirlarga hazratimiz haqida ustozimiz balkim faqat O'zbekiston, O'rta Osiyo va barcha turkiy millatlar va inshaalloh hozirda kitoblarimning tarjimasi boshlandi. Avvaldan qilinib kelinyapti. Inshaalloh dunyo shayxi. U kishi men uchun shayxul kull. Dunyo shayxlaridan. Nega? Chunki Allohning bir fazli bo'lib, ko'pchilikka ma'lumki biz Misr diyorida ko'p yillar tahsilda bo'ldik, ilm tahsilida. Misr diyorida ekanmiz, ko'plab shayxlarni ko'rdik. Ko'plab ustozlarni, ko'plab murabbiylarni ko'rdik. Va o'sha Misr diyorida aynan hazratimiz bilan yaqindan tanishish, hazratimiz bilan shunday siz bilan biz, balkim siz mendan uzoqroq o'tiribsiz, Allohga hamdlar bo'lsin. Hazratimizni aynan unda o'ng taraflarida bojamiz Muhammad Shokir aka bo'lsalar, ammo chap taraflarida bo'lsam ham yaqinlarda o'tirganman. Ishoning, shu darajadaki, albatta bu muhabbat har kishida bor. Lekin ammo men albatta qalbimdan aytamanki bu so'zni chuqurroq nafas olardimki, hazrat hatto hidlari kelsin deya. Shu darajada biling. Va ilk ko'rishganimizda endi faqat haybatlari buyuk. Hali haybatlari haqida alohida aytib o'taman. O'shanda qo'yvormagan holatimda, lekin xijolat bo'lardim. Albatta ilk ko'rishim. To'g'ri, u kishini xabarlari bor. Biz o'sha shayximiz Ismoilxon hazratlariga bojoligimiz, yaqinligimiz. Qisman bizdan xabarlar bo'lsalarda, ammo lekin men qani edi o'sha ko'rishlik asnosida yana biroz quchib tursam. Va o'shanda ham hatto chuqur nafas olganmanki, hazratning hidlari o'tsin deya. Ya'ni men g'arib shunchalik hazratga muxlis, balkim oshiqlardan bo'lganman. Va bizni ishqimiz shunchalik bo'lganki, biz uzoqlarda turib, Misr elida turib. Endi sizlar baxtli bir insonlar, baxtli bir mo'minlar o'laroq hazratimizni yaqinlardan ko'rgansiz. Ramazon suhbatlari bo'lsin, masjidda juma suhbatlari va doimgi tadbirlarda ko'pchiligingiz ko'ra olgansiz. Lekin biz uzoqlardan, kamera ortidan ko'rganligimiz uchun va shu darajadaki bu oshiqlik, ishq nima bo'ladi? Ishq siz yaxshi ko'rgan zotingiz bilan tushlarda, hatto uyqungizda hatto birga bo'lishligingiz kerak. Va men alhamdulillah hazratimizni 2014-yilning oxirgi oylarida
balkim oxirgi safarlardan biri Misr bo'lgan. Mu'tamarga kelganlar, Azhar tarafidan o'tkazilgan buyuk anjumanga kelib, o'sha mu'tamarda demak ko'rishligimiz birinchisi men uchun va oxirgisi bo'lgan. Nega? Chunki afsus, undan keyin men 15-yil keldim va Hazratimiz unda vafot topgan edilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining rahmatiga olgan bo'lsin. Men so'zimni avvalda aytdimki, biz ko'plab ulamolarni ko'rdik. Balkim bizda millat bir, millat Ibrohimmiz, ammo biz o'zimizning milliyatligimizdan kelib aytadigan bo'lsak, arablarning o'zlaridan masalan suriyalik, Misr ulamolarini albatta biz Misrda bo'lganligimiz uchun ham ko'p ko'rdik. Pokistonlik ulamolar, Hindistonlik ulamolar, yer yuzidan o'sha kelgan ulamolar Azharga kelganlarini albatta biz ko'rdik. Faqat ko'rdik, darslarida, halqalarida bo'ldik. Bilingki, ulamoni o'ziga xos siymosi va har bir ulamoga xashiyatiga ko'ra, ya'ni xashiyati nima? Allohdan qo'rquvi, Allohga bog'i, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymonidan, ishonchidan kelib chiqib, zikri duolaridan, obodligidan kelib chiqib, har bir ulamoni yuzida bir ulamolik siymosi va haybati, ulamoni haybati bo'ladi. Va buni hamma xalqimiz ham biladi deb o'ylayman. Biz ko'rgan ulamolar nujum, bir-birlaridan go'zal xulqli, bir-birlaridan hatto shakllari ham bilasiz. Hazratimizni Alloh subhanahu va taolo, Allohu akbar, shakl shamoillarni ham qarang, qanaqangi bir go'zal xilqatda yaratgan. Buni hamma xalqimiz e'tirof qiladi. Va ovozlaridagi. Masalan, men ovozlarini o'zini men ovozga qiziqqanligim uchun ovoz toni deyiladi-yu. Dar haqiqat mana bugungi kunda deya orada taqlid qilaman. Yonimdagi shogirdlarim Allohu akbar, Hazrat davom eting, yana davom eting. Bu muhabbatdandir. O'sha ovoz mana yon atrofimizga qarasak, arab ulamolarida ham kam topiladi. Biz mana faqih ulamolarni ko'rdik. Ovozlari qaysi bir muddatdan keyin charchab qoladi. Hatto o'sha fiqhdan dars berib o'tirgan bo'lsalar, hadisdan dars berib o'tirgan bo'lsalarda, ovozlari mana u hazratimizga berilgan bir quvvatda bo'lmaganligi uchun hatto o'sha dars jarayonida ham ovozlaridan qanaqadir bir miqdorda zerikishlik bo'ladi-da. Lekin hazratimizniki hammangizga ma'lumki, mana meni o'zim telefonimni ochib ko'ring, eng ko'p ko'riladigan YouTube'larda bo'lsin, qaysi bir o'sha kanallarda illoki hazratimizniki men uchun albatta u kishi murabbiydir, ustozdir. Ma'nolari alohida bir e'tibor qilinsa, aytilayotgan so'zlarning ma'nolari u ma'no yo'q. Ya'ni bu o'zbekimizga shu 100 yilning ichida Alloh taolo tomonidan chiqartilgan o'sha mujtahid ulamolardan desak albatta mubolag'a bo'lmaydi. O'zim ovoz egasi bo'lib ovozga qiziqqanligim uchun ovozlarni o'zlaridan shunaqangi bir mutaallaman. Yana demak so'zimni avvalga qaytaman. Ulamolarni biz faqirlarga Alloh taolo nasib qilib ko'p ko'rdik. Ammo haybat jihatidan men dunyoda ikkita zotni ko'rdim. Haybat jihatidan. Qanaqangi haybat desangiz, shu yonlarida o'tirganingizda vujudingizda xuddi bir tok yurgani kabi badanlaringiz butun boshlaringiz bilan junjukishi, hatto oyog'ingizni uchigacha borishligi bu o'sha ulamoning hay'atidan, haybatidan bo'ladi. Men buni Hazratimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblarida o'sha Qohiraga borganlarida ko'rishyapman, qaltirayapman. Ko'rishyapman, qaltirayapman. Nega? Takrorlayman. Siz bu yoqda ko'rardingiz hazratimizni. Hazratimizni shu Toshkentda deya, O'zbekistonda deya bilardingiz. Biz u yoqlardan ko'rganligimiz uchun u zot nahotki o'sha zot bilan biz ko'rishyapmiz deya mana shunaqa qaltiroq olib ko'rishgan bo'lsak, yonlarida o'tirdik bir 2 soatdan oshiq ilk o'tirishligimizda. O'sha asnoda faqat menda shu holat bo'ldi.
Bir savol so'rasak, hatto qaltirab so'rardim. Savol so'rasak, savolimizni tekis so'rolmasdik. Nega? U zotni o'sha yuzlariga qarasak-da, ammo haybatlari shunday bizni yutaverardi. Va ikkinchilari Hazrati Tamim az-Zu'bi shayximiz. Payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida Ravza-i Sharifga yaqin bo'lgan bir joyda bir ustunning tagida o'tirar ekanlar. 2016-yili borib ziyorat qilib, u zotga ham o'qib berdim. O'shanda o'sha holat bo'ldi. Ya'ni Hazratimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning huzurlarida o'tirganimda qanday u zotning haybatlaridan ta'sirlangan bo'lsam, o'sha holat to u kishining majlisidan turib ketgunimcha mana shu butun badanimda o'sha junjukish bo'lib, o'sha holatlar aynan takrorlandi Payg'ambar alayhisolatu vasallam masjidlarida, Tamim az-Zu'bi hazratlarining huzurlarida. Hatto qarang, undan 2 kun avval yo 3 kun avval Hazrat Ayman Suyitning ziyoratlariga borgandim. Hazrati Ayman Suyitni hatto haybatlari u darajada meni qiynab qo'ymadi. Ammo qiynab qo'ymadi desak-da, bu shunaqangi bir rohatki, uni inson, ya'ni ta'biri ojizlikda bo'ladiki, uni sizga ta'bir qilib bersam, ya'ni ulamoni haybatidan vujudingiz ta'sirlanishligini, u menda bo'layotgan holatni sizga tushuntirib berishim qiyin. Butun vujudingiz ta'sirlanadi. Hatto bir soch tolasi ham. Bu albatta hazratimizda bo'lgan bo'lsa, 2014-yilning demak oxirgi oylarida, 2016-yilda Hazrat Tamim az-Zu'bida bo'ldi. Buni nega aytdim? Biz ko'rgan ulamolarni har birlari ham Alloh rozi bo'lsin. Ular haqiqatda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning vorislaridan bo'lgan, har birlarini siymolari bir-birlaridan go'zal bo'lgan, bir-birlaridan nurlari ziyosi ziyoda bo'lgan zotlar edilar, lekin aynan buyuk haybat sohibi deya men hazratimizni ko'rdim. Va u zotga o'xshaganlaridan birlari Tamim az-Zu'bini ko'rdim. Va hazratimiz bilan alhamdulillah 3-4 kun aynan u zot tushgan joy mehmonxonaga borib doimo birga bo'lishlikni. Qani edi agar bizga u yerda yotib qolish imkoni bo'lsa edi, tunda ham yotib qolardik. Ertalabdan kelib olamiz azondan. Hazratni o'sha mu'tamarga kirib, orada tanaffus vaqtlarida, istirohat vaqtlarini kutib turamiz intizorlik bilan. Va o'sha asnoda o'zimizni qiynab yurgan bir qancha savollarimizga, balkim jamiki biz uchun kerak bo'lgan, bizni qiynab yurgan savollarimizga javob oldik. O'shalardan bojamiz Muhammad Shokir aka so'radilarki, hozirgi kunda mana u paytida o'sha ish voqeasi, holatlari, dunyoni o'sha parokandaligi holatlarini so'raganimizda yechim deya so'radilar. Shunda Hazrat yechim bu ilm dedilar. Dunyoni ilmga to'ldirishligimiz kerak. Har bir dunyoda bo'layotgan bu parokandalik jaholatdandir. Bu jaholatga biz ma'rifat bilan kurashib, islom ilmini, bu hanif islomni qanday bizga yetib kelgan bo'lsa, o'shandayin yetkizsak, buni hammasiga bartaraflik beriladi va bu hammasi ko'tariladi. Buni birdan bir yechimi ilm deya bu so'zlarni bizga aytar ekanlar, biz yanada rohatlandik. Yanada huzurlandik va xotirjam bo'ldikki, va yana ilmga bo'lgan ishqimiz oshdi. Mana shunday janobimiz, hazratimiz demak ilm deyaptilarmi? Dunyoni islohiyati, dunyoni omonligi demak ilm bilan deya bu javoblarni ham albatta oldik. Endi u yerda yana o'sha haybatlaridan aytamanki, o'sha sizlar kabi operatorlar bor, syomkachilar bor, birlari kameralar bilan keladilar va yana yonlarida o'tirgan shaxslarga e'tiborini qarang. Biz talabalarmiz, huzurlarda o'tiribmiz. Aytayaptilarki, birlari kelib so'zlab turgan paytlarida biz sizdan shunaqa bir suhbat olmoqchi edik. Hazrat shunday so'zlarni to'xtatdilarda, avvalan atahaddathu ma'hum, thumma ma'akum dedilar. Mana shunaqa haybat. Haligi menimcha boyagi so'raguvchi ham cho'chib ketdi. Shunday kesdilar. Men hozir bular bilan gaplashib turibman. Hozir so'z haqqi bularning haqqi. Bo'lmasam biz 2 kishimiz, men va bojam. Qarang. Men bular bilan so'zimni bitirib,
so'ngra sizga o'taman dedilar. Allohu akbar. Biz yana ham Hazratimizga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda bo'lib, bizga shunday e'tibor qildilar deya, undan keyin ham qancha aytdik bir-birimizga buni eslatib. Va o'sha o'rinda endi qarang haybatlarini. Allohu akbar. Iroqdan muftiy kelgan, Suriyadan alloma kelgan, Tunisdan shayxul islom kelgan, Misrni o'zini mashoyixlari, har birlari o'zlarini go'zal siymolari bilan, lekin Hazratimizniki tanho. Allohu akbar, gavdalari va sallalari. Bu o'rinda alohida Fotima onamizga albatta o'zim nomimdan, oilam nomimizdan, oilamiz nomidan va siz muxlislar nomidan, nomlaridan tashakkurlar. U zot o'shanda onamiz ham birga edilar va birida kelib qoldilar. Baribir Hazratim boshqacha turibdilar. Shuncha ulamoning ichida Hazratim boshqacha turibdilar deya bizga yana bu so'zlarni aytar ekanlar. Biz Hazratga bo'lgan o'sha sevgimizni faqat ziyoda qilardilar. Alloh rozi bo'lsin. Va ana o'sha ulamolar yig'ini bo'lgan, butun dunyodan kelgan ulamolar. Aytdim-ku, Iroqlik muftiylar yuribdi, juda haybatli, juda shakl shamoillari, sallalari, o'zini boshlaridagi do'ppilari bilan ham jilboblari bilan, abayalari bilan boshqacha bir siymoda. Suriyaliklar bo'lsin, Tunisliklar, Saudiyani o'zidan kelgan ulamolari, ammo ichlarida o'zgacha bir hay'atda, ko'rinishda va haybatda turgan bizni alhamdulillah Hazratimiz bo'ldi. Va shunda men yana o'zim amin bo'ldimki, so'zimni avvalida aytdim, Shayxul Kul deya, Shayxud Dunya, dunyo shayxi deya, o'sha paytida yana ham biz sevdik shayximizni, yana ham shayximizga bo'lgan hurmatimiz ziyoda bo'ldiki, Allohu akbar, Robbim o'zingga shukrlar bo'lsin bugungi kunda, mana shu davrda, mana shu bizning zamonamizda shukrlar bo'lsin o'zingga shu shayximizni bizga bergansan deya. Va shu o'rinda shuni aytishligim kerak, Shayxud Dunya deganligimni yana bir isboti o'laroq, biz endi siz shogirdlar, biz muridlar shayximizni kitoblarini arabiylashtirishlik, ya'ni arabiy jumlalarda yoki arab tilida ham albatta buni yoyishlikka harakat qilishligimiz kerak. Nega? Chunki shayximizni asarlari haqiqatda hammangizga ma'lumki, shunaqangi bir asar, to'g'ri, u asl manbasi arab tilidan, ya'ni Qur'on va hadisdan, shariat ilmlaridan, lekin u shayximizni qalblarida hammasi kelib, qalblari bir deylik bir qozon bo'lsa, agar ta'bir joiz bo'lsa, o'shanda har biri pishib yetildi. Hazratimiz yoshliklaridan boshlab olgan ilmlari Buxoroda bo'lsin, Libiyada bo'lsin, shayxlardan olgan butun ilm qalblarida shunaqangi bir g'alayonga kelib, bir qorishma bo'lib, shunaqangi bir manba bo'ldiki, ma'rifat, ziyo bo'ldiki, u shayximizni o'zini sog'lom fitratidan ham chiqqanligi uchun qalamda yozilganda, o'zbekcha ilm bo'lib, o'zbek harflarida, o'zbek tillarida yozilganda, buni bilasizki, Alloh taolo tarafidan bu zotga ladunniy ilm berilganligini. Siz uni o'qing. Ya'ni aynan biz kabi arab tilida o'qiydiganlar o'qisinlar va o'zbek tilida Hazratimizni yozgan har kitob, ilm, har bayon qilgan so'zlarini shunday bir solishtirsalar, bu o'zgacha bir xususiyatga egaligini bilasiz. Men shuni iltimos qilib qolardimki, biz muridlar va Ismoilxon albatta Hazratimiz boshimizda biz birlashib bu kitoblarni mayli kichik odam bo'lsa ham boshlaylik yana arabiy qilishlikka. Nega? Bu yerda o'sha Hazratimizni o'zlarini nafaqat tillaridan, dillaridan chiqqan dil so'zlari bor. Uni biz agar o'zlari aytganlaridek arabiy qila olsak, unda inshaallohu taolo ko'rasiz, bu arab olamida yoyg'inlanib ketadi. Nega yana arab tilida deyapman? Bilasizki, til o'zgaruvchan. Ya'ni bir zamon kelar, 100 yildan keyin bu bizni gapirib turgan bu tilimiz bo'lmas. Va unga tarix guvoh. O'sha zamonlarda lekin baribir qoluvchi til qiyomatgacha qaysi? Arab tili, Qur'onni barakoti bilan, hadisni fazli bilan. Shu sababdan biz Hazratimizni imkon qadar har risolalari, har yozgan so'zlarini, kitoblarini arabiy qilishlikka ham harakat qilishligimiz kerak. Va o'zimiz hayotligimizda ko'raylik, arab olami, ya'ni bunda islom olami. Islom olami qanday buni qabul qilishligini
aynan masalan Qohirada va boshqa bir joylarda, davlatlarda, ellarda bo'ladigan kitob yarmarkalarida ko'rasiz, unga o'sha ummatni talashib, ummatni o'sha talpinishligini ko'rasiz. Mana shu narsa ham meni o'zimni ichimdan kelgan bir Hazratimiz haqidagi kerakli bo'lgan o'sha albatta bir ilinchim yoki niyatim edi. Va albatta biz hali Ismoilxon hazratlari bilan ham ko'rishib, o'zimizni xos suhbatlarimizda ham buni eslatarmiz. Buni aytishligim shu. Shayxul kul, shayxud dunyoliklari butun olamga biz totgan, ya'ni biz olgan zavqni butun olam musulmonlar ham topsinlar. Ular ham biz ne'matlangan, biz rizqlangan bu rizq bilan rizqlansinlar va biz topgan bu halovatni ular ham topsinlar. Va shayximizni inshaalloh yozgan kitoblari, asarlari qiyomatgacha boqiy bo'lsin deya bu sababdan men buni sizlarga bayon qilmoqdaman. Bu efirdan foydalanib, ammo qilishligimiz kerak. Hatto hech kim qilmasa-da men bir kitoblarni o'zim bo'lsa ham qilaman inshaalloh. Albatta Ismoilxondan ruxsatlarini so'rab va unda ko'rasiz. Arablarimiz ham bu ilm qayerdan deya inshaalloh bu kimni yozgani? Bu shayx janoblari hozirda bilsalarda yana biladilarki, Allohning bir haqiqiy payg'ambar alayhisolatu vassalomning vorislaridan bo'lgan olimlardan ekan u deya inshaalloh taala arab eli ulamolari, butun xalqi, islom olami yanada inshaalloh shayximizni taniy boshlaydilar. Men buni o'sha alohida bir shu o'rinda ta'kidlab o'tishlikni lozim topdim va Alloh taolo o'zi albatta hazratimizga tavfiq bergan. Shu o'rinda tavfiq haqida so'zlayin sizga. Tavfiq bu Alloh taolo tarafdan tushadigan yer yuziga eng buyuk ne'mat. Tavfiq nima? Tavfiq bu omad. Allohni bir bandasini ustida rahmatlari bo'lsa, u rahmat har ishda, har amalda u bandani muvaffaq aylaydi. Tavfiq bo'lmasdan bandalar biron narsa qila olmaydi. Hatto shu choyni olib bismillah ichib qo'yishligimizga ham, shuni tanovul qilishligimizga ham Allohning tavfiqi bo'ladi. Hazratimizga o'sha berilgan buyuk bir ne'mat nima bo'lgan desangiz, bo'lmasam o'zlarini o'sha safdoshlari, o'zlarini zamondosh ulamolari, yon atroflardagi ahli ilm ko'p bo'lgan. Lekin hazratimiz o'zigacha bir pog'onada, o'zigacha bir maqomda bo'lishlarini birdan bir sabablari bu albatta Allohni u kishiga bergan tavfiqi bo'lgan. Biz bilaylikki, Allohdan bandalarga yer yuziga tushadigan buyuk bir eng buyuk a'zom deyiladi. Akbar ne'mat deyiladi. Eng buyuk ne'mat Alloh taolodan tushadigan bu tavfiq bo'ladi. Allohdan tavfiq tushganda Alloh uni qaysi bir bandani muvaffaq qiladi har ishida. Xuddi Buxoriylar kabi, xuddi Abu Hanifalar kabi, xuddi Termiziylar kabi. Hazratimizga mana shu tavfiq berilgan zot bo'lganlar. Va biling, yerdan, bandalardan Allohga ko'tariladigan buyuk amal nima deyilsa, ixlos deyiladi. Hazratimizda ixlos bo'lgan. Hammamizda ixlos bor. Lekin hazratimizning ixlosi o'zgacha bir ixlos bo'lgan. Va albatta filmda ko'rganimiz kabi ota-onani ixlosi. O'sha ota-onani ixlosi aynan hazratimiz hali dunyoga kelishlaridan oldin bo'lganki, ota-onani ixlosidan hazrat ularga ato qilingan. Demak, biz bandalardan ko'tariladigan, Allohga ko'tariladigan buyuk bu amal ixlos. Hazratimizda ota-onalarda ular solihlardan bo'lib, buyuk ixloslari bo'lib, ixloslaridan hazratimiz ularga ato qilingan bo'lsa va Alloh taolodan u kishiga azalda buyuk ulamolarga berilgani kabi ana o'shandayin tavfiqlar berilgan. Shuning uchun ham ko'rmaysizmi? Kecha filmda o'zimiz ko'rib, shoshib kelamiz tarovihlarimizdan ko'rsak deymizda, balkim saharlargacha men o'zim har birini ko'rib bordim. Sahar vaqtida ham ko'rib o'tiramizki, qaytaring deymiz yonimizdagilarga. Ahli oilamiz bilan albatta ko'rdik. Subhanalloh, qisqa bir muddatlarning ichida, aynan muftiylik o'sha kunlarida subhanalloh, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, uni gaplash, buni qilgin. Va bir diyorni muftiylik vazifasi, bir diyorni shayxlik vazifasi. Butun u zotda u vaqt qanaqangi bir tejomkorlik bo'lgan.
Albatta bu Allohning tavfiqi bo'lganligi uchun. Va undan keyingi shuncha kitoblar. O'tganda Isojon Qordomlamizni Hazratimiz haqlaridagi bir suhbatlarni eshitib qoldim internetda. Shuncha yozilgan 150 dan ko'p bo'lgan kitobni aytayaptilarki, 23 yil. Ko'p bo'lsa 23 yil muddatda yozganlar. Qarang bu, ya'ni oz kitoblarga nisbatan oz bir yil. Lekin 23 yilda qanday bunga erishdilar? Demak, tavfiqni orqasidan. Tavfiqni barakotidan. Alloh u kishini muvaffaq aylaganligi uchun ham Alloh subhanahu va taolo u kishiga o'sha umrda shunday asrlarga totuvlik. Balkim aytdikki, arab tilida agar bu asarlarni inshaalloh tarjima qiladigan bo'lsak, qiyomatgacha inshaalloh boqiy bo'ladi. Allohning izni bilan. Bu o'rinda endi albatta Hazratimizga berilgan bu tavfiq ekanligini har birimiz his qila olishligimiz kerak. Shuning uchun ham Hazratimiz boshqa ahli ilmlardan o'zgacha bo'lib, balkim mana shu ummat uchun Alloh taolo tarafidan chiqarilgan buyuk bir zot bo'ldilar. Tavfiq berilgandan keyin nima bo'lyapti? Banda o'zini ishlarida muvaffaq bo'lyapti. Bu albatta bandaga tavfiq qachon bo'ladi? Yuqorida aytdikki, ixlos. Banda Alloh taolo bilan to'liq bog'da bo'lar ekan, to'liq bog'lanishlikda bo'lar ekan, illa Alloh subhanahu va taolo u bandani har ishda muvaffaq aylaydi va har ishida uni yo'lini ochadi. Hazratimizning misollari aynan mana shu o'rinda ilm olishlarida va ilm tarqatishlarida. Qarang, o'sha eski davrlarda juda ham nodir holatlarda deylik, kamdan kam ham bo'lmaydi. Nodir holatlaridagina bizi ahli ilm ulamolarimiz arab o'lkalariga chiqib ilm olishlikka, tahsil qilishlikka keta olgan. Bu mana boshidan bilasizki, Hazratimizga Allohni bergan tavfiqidan o'sha diyorlarga borib ilm olganlar. Va o'sha ilmni qarang. Hazratimiz qanaqa olganlar desangiz, bir ulamo bor, taxassus deyiladi, ahli taxassus, hadis bobidan peshvodir. Bir ulamo bor, fiqh jihatidan faqihdir. Bir ulamo bor, mufassirdir. Bir ulamo bor, lug'atshunos, qiroatshunos. Lekin subhanalloh, mana shu tavfiqni yana bir asaridan, ya'ni shunday ochiq ko'rasizki, Hazratimizga Alloh taolo qanday tavfiq berganligini. Hazratimiz butun ilmlarni ihota qilganlar. Hadislarni o'qiysiz, subhanalloh. Ma'nolarini ko'rib, ya'ni buni arab tilini bilmagan kitobxon ta'sirlanib, albatta bu ajoyib so'zlar deyishlik mumkin. Lekin biz kabi arab tilidan xabardor bo'lib, Qur'on hadisni tushunadigan biri buni o'qiganida, mana men Qur'on oyatini o'qidim birini. Shuni o'zimni o'sha tafsirimga yoki tushunchamga to'liq ishonmaganligimdan yoki ko'raychi o'zi tushunganligim to'g'rimi deya Hazratnikini ko'rsam mutlaqo boshqacha bo'laman. Bir hadisni olamanda aynan so'rayman duolarda. Ana o duoni ma'nosini desalar, Hazratnikini bir ko'raylik-da deymiz. Ko'rsangiz subhanalloh, bizni o'ylagan o'yimizdagi ma'no tarjima deylik. Boshqa bir tarjima, to'g'ri, bizniki xato bo'lmasligi aniq inshaalloh. Ammo u yerdagi ma'no Hazratniki haqiqiy, robboniy, ladunniy bir ma'no ekanligini shunday o'qib tushunasiz. Buni ko'proq buni kim biladi? Bu holatni haligi zarda qadrini zargar biladi degandayin, biz arab tilini o'zimiz bilib, Hazratni tarjimalarini o'qiganimizda biz yanada Hazratga berilgan tavfiqni ko'p ko'ramiz. Aytib turganimdek, Hazratga nafaqat tafsirxonlik berildi. Nafaqat fiqhshunoslik. Hamma ilm subhanalloh. Yuqorida aytganimizdek, mujtahidlik, ya'ni asr mujaddidlari maqomlari berilganligiki, har ilmda u kishi imom bo'lganlar. Aytayin sizga, imom ya'ni qaysi ma'noda? Biz hozirgi masjidlarimizdagi o'sha diniy faoliyatni qilib ishlab turgan 5 vaqt bizga namoz o'qib berayotgan imomlarni qasd qilinmayapti bu yoqda. Imom deyilganda shuni biling. Mana imom Abu Hanifa, imom Shofiy, imom Shafi'i, imom Buxoriy. Mana shu maqomdagi imom deyapman. Agar mana shu asarlar, shuncha kitoblari
arabiy so'zlarda bo'lganda edi, buni arab olami, islom olami ko'rib, bu zotni al-Imom Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf degan bo'lardilar. Shuning uchun ham so'zimni avvaliga yana bir ta'kid bo'lsin, biz muridlar, biz muxlislar, biz xodimlar Hazratimizni imkon qadar nafasimiz borligicha, hatto bizdan keyingilarga ham buni buyurib vasiyat qilaylikki, Hazratimizni butun asarlarini arabiylashtirishligimiz kerak. Shunda inshaalloh taolo bu ziyo, bu nur butun olamni qoplaydi. Demak, har birida ko'rasiz. Hazratimizni Alloh taolo bilan bo'lgan bog'i o'zgacha bo'lgan. Har so'zlarida, faqat har amallarida Allohning vajhini qasd qilgan birlari bo'lganligi uchun ham Alloh taolo u kishiga kitoblarida, ilmlarida mana shunday ma'nolarni bergan. Va biz bilamizki, hadis shariflarda keldiki, Alloh subhanahu va taolo bir bandasini yaxshi ko'radigan bo'lsa, Jabroilni chaqiradi. Jabroilni chaqirib, "Ey Jibril, ana u yerni, ana u joyida, ana u mintaqasida, ana u xonadonda men palonchi bandamni sevdim. Sen de sev" deydi Alloh taolo. Buyuradi. Allohni sevganligi qanday yaxshi deya Jabroil ham birdaniga sevib qoladi. O'sha Alloh sevib turgan bandasini. Va so'ngra nima qiladi? Butun maloikalarga hayhot soladi. Aytadiki, ey maloikalar, Robbimiz azza va jalla yerdagi, ana u mintaqadagi, ana u yerdagi, ana u xonadondagi, ana u bandasini yaxshi ko'ribdi, fa ahibbuhu. Siz ham uni yaxshi ko'ring deya butun maloikalarga nido qilganida, butun maloikalar nima qiladi? O'sha bandani o'zlarida turib yaxshi ko'ra boshlaydilar. Yaxshi ko'rib qoladilar. Va hadisning davomini aytmoqchiman sizga. Va yud'u lahu qabul fil ard. Va yud'u lahu qabul fil ard. Yerda Alloh taolo u kishini har amallarida, har ishida, har holatida u zotni maqbul qilib qo'yadi. Ya'ni bandalar xuddi biz shayximizni qanday yaxshi ko'ryapmiz hozir. Kitoblarini, ilmi ma'rifatlarini, har holatlarini biz to'liq qabul ayladik. Qabul qildik. Alloh taolo qabul aylagan paytida mana shunday yerda ham qabuliyatini qilib qo'yadi. Har ish u zot uchun muhayyo bo'lib, eshiklar ochiq bo'ladi. Alloh taysir beradi, Alloh yengillik beradiki, mana undayin dargohlar bino bo'ladi, mana undayin ishlar bo'ladida, o'sha tavfiqni orqasidan bandalar ham bu amalni o'zlariga tez qabul qila boshlaydilar va qabul qiladilar. Va hazratimizdagi mana qabuliyatni bugungi kunda biz buni shohidi bo'lib turibmiz. Hazratni juda ham ko'p tushimda ko'rardim. Doimki o'sha 14-yil bordilar. Ungacha deyarli har doim birida kelaman, savollar so'rayman. Va lekin ko'pida kelib quchoqlardim. Mazza qilardim uyqudan turganimdan keyin, chunki Hazratni quchoqladim deya. 2013-yilda mana bu ham Hazratimizni da'vatini, tablig'ini kengligi. Bizi ota yurtimiz Jizzax. G'alla orolini Boylarovul qishlog'ida. Nega Boylarovul qishlog'i deyapman, e'tibor bering. Qishloqdamiz. Odam shunaqangi odamki, agar eslasalaringiz ko'z oldingizga keltiring, janazalarida qanaqangi holatda edi. O'sha shaklda bizi qishlog'imiz Hazratni kelishligi uchun yig'ilganlar, to'planganlar son sanoqsiz inson. Endi qarang. Hazrat kelyaptilar. Hazratni butun dunyo bo'ylab yuradigan, o'zlariga xos bo'lgan bir ulovlari bor ekan. Sizga buni ma'noni yaqin qilish uchun aytaman. Ma'noni yaqin qilishlik uchun faqat. U Fransiyani Eiffel minorasi. O'sha kabi o'xshaydi, ya'ni balandligidan demoqchiman. Va u temirli edi. Ustida Hazratimiz edi. Ammo undagi bir xususiyat shu ekanki, u dunyo bo'ylab yurar ekan. Va u Hazratimizni dunyo bo'ylab kezadigan ulovlari, kemalari ekan. Hazratimizni da'vati butun dunyo bo'ylab va u qarang, poyezdni relisiga o'xshash bir temirlarda xos yurar ekan. Ya'ni uni yo'li o'ziga xos yo'l ekan. Endi qarangki, u yo'lini o'zi qurib orar ekan. Ya'ni buni har biri ma'noga
ishora qiladi. Siz e'tibor bering bunga. Temirdan o'sha baland, hozirgi kunda masalan deylik bir 50 etajlik domni xayolingizga keltiring. Ustida Hazratimizni xonalari. U bir xonadan iborat ekan. Hamma shart-sharoit ichida. Nega? Men buni chiqib ustida ko'rdim buni. Endi u butun dunyo bo'ylab Hazratimiz da'vatga chiqqan ekanlarda, tabliğlari, butun yoyayotgan ilm va ma'rifatlari dunyo bo'ylab va u Hazratimiz qayoqqa bursalar, o'sha yoqqa yurar ekan, o'zini relisini, boyagi yo'lini o'zi tuzib ketar ekan. Shu darajada. Hazrat keldilarda bizda nima qildilar? O'sha bizni qishlog'imizdan o'zlariga zot rohilalarni oldilar. Ya'ni yemak-ichmak taomlarini oldilar. Biz quvonib olib chiqib beryapmiz. Pastda insonlar menga uzatyaptilar. Mana unaqa chiqadigan lestnitsasi bor ekan. Chiqayapmanda men shunda u yoqdan buni ichida nima bor ekan deya ko'rib qo'yapman. Hazratimizga bizni Boylorovul qishlog'imizdan taom sharob berildi. Nega? Hazratimiz yana yo'llarda davom etishlari kerak ekan va o'sha biz bergan o'sha taom sharobdan albatta yeb ichishlari kerak ekan. Bu narsa bo'ldi. Nechinchi yil? 2013-yil. Xursand bo'ldim, turdim. İnşallah biz yerlerimizge bir Allah'ın nuru yoqilar ekan dedim. İnşallah Allah'ın nuru bizde inşallah dedim ahliyamga. Çünkü bir ajoyib tush ko'rdim. Hazratimiz keldilar, shu sizga aytib berganimdek aytib berdim va yemek içmeklerini, sharoblarini bizden oldilar. Va to'planganlar soni juda ham son sanoqsiz ko'p edi. Hammasi Hazratni ko'ramiz deya to'plangan edilar. Va 14-yil Hazratimiz bordilar Misrga. Va shunda Fatima onamiz Alloh rozi bo'lsin, Ismoilxon Hazratimiz birga bordilar, uchalasi bordilar. Va shunda Ismoilxonga aytayaptilar. Bu bojangiz xullas men haqimda so'rab, keyin Hazrat aytayaptilarki, qarang. O'sha o'zlarini bir odoblari da bu. Ismoilxonga Fotimaxon onamizga ayttirib, endi bular pishib qopti. Qarang, Hazrat pishib qopti dedilar. Endi bu biz uchun sharaf. Hazrat agar bir tolibi ilmni pishib qopti desa, sizga aytsalar, quvonmaysizmi? Sizga aytdilar, faraz qiling. Endi men bundan quvonib osmonlarga uchib ketdim. Hazrat bizni pishib qoptilar dedilar. Allohu akbar. Ayting, borsin, xizmatini qilsin. Allohu akbar. Mashinada bir ko'chalarni bir aynalgani onamiz Fotimaxon ona, orqada ahliyam, yonimda bojamiz ketyapmiz. Mana shu so'zni aytdilar. Va alhamdulillah Hazratning duolari bo'lib, biz endi qaytishlikka shaylandik. Ammo o'sha yilida hali bizni kulliyati da'vati o'qishlarim bor edi. O'sha endi biz qishni yarmidamiz bo'lib ham o'sha birinchi semestr uni bitishimiz kerak. Men o'sha ilk bahorda, ya'ni bahorda avvalda bo'ladigan imtihonlarimizni o'tkazib, bir yo'la bir kursimizni bitirib boraman deya turgan bir hollarimizda qadarulloh bo'lib Hazratimiz endi vafot qilib qoldilar. Lekin Ismoilxon qarang, Hazratimizni hayotlaridagi aytgan so'zlari mamotlarda ham o'zini hukmida bo'ladi. Hazrat aytdilarmi? Keling dedilar. Alloh rozi bo'lsin Ismoilxondan. Va u yoqda Fotimaxon ayamiz. Hazrat aytib ketganlar, kelsinlar, bu yerda xizmatlarini qilsinlar. Aytkin bojanga. Bo'ladi shuncha arab ellarda qolganlari. Kelsinlar, ahliyalari bilan Qur'onni bu yoqda o'rgatsinlar. Demak biz ham asl kelib mana shu bugunlik kunda Qur'ondagi faoliyatimiz so'zsiz Hazratimizning karomatlari bo'lgan. Keldigu mana hozir ko'rib bilib turganingizdek, muhtaram yurtboshimiz o'tgan yili 9-avgustda o'sha O'zbekiston musulmonlar idorasi qoshida Qur'on va tajvid bo'limini ochdilar. O'zlarini qarorlari bilan ana o'sha o'tgan yildan bu yog'iga xizmat qilayotgan bo'lsak, illo alhamdulillah kunimiz Qur'onda o'tmoqda. Har bir o'rgatayotgan harfimizdan inshaalloh Hazratimizga buyuk ajr savoblar boradi degan umiddamiz. Demak, yuqoridagi men tavfiq degan so'zimni yana bir bu so'zimga bog'lang. Hazratimiz o'sha Qur'onda mana mufassirlar, hadisda muhaddislar,
qurrolarni juda ham qalblaridan sevganliklarini biz hayotlarimizda ko'p eshitganmiz, ko'rgansiz. O'sha Qur'onda ham demak Alloh taolaning tavfiqi bo'ldida bugunlik kunda O'zbekistonimizda kurslar ochilib, Qur'on yana o'rganilib, o'rgatilishligiga albatta Hazratimiz sababchilardan. Va yoshlarimizga nasihatimiz buni eng buyuk bir fursat bilsinlar. Bu asarlar, bu berilgan ilmlar qani edi har birimiz oilamizda avvalidan so'ngigacha hadisni bo'lsin, tafsirni bo'lsin, butun mana ruhiy tarbiya. Meni yonimga keluvchilarga birinchi meni tavsiyam nima bo'ladi bilasizmi? Ruhiy tarbiya bo'ladi. Hadis va hayotni o'qing. Mana men o'zim hozir o'sha Boylarog'ul qishlog'imizda shanba bozor kuni boradigan bo'lsam, muridlarimiz yig'iladi. Va o'sha tushni barakotidan Hazratimiz tushlarimizda kelib ketganligi uchun o'sha Boylarog'uldagi uyimiz bizni hozir mana ziyoratgoh bo'lgan. Hazratning duolari tushda kelib ketganliklari hali. Endi fama balukum deyiladi arab tilida. Agarda hayotda kelganlarda nima bo'lardi bilmadim. O'sha qavm keladida men faqat o'sha tushni eslab yodimda tutib ma'ruza qilar ekanman. Allohning dinini yetkazar ekanman, illo Hazratni o'ylayman. Subhanalloh, bugunlik kunda Hazrat mana shu joylarda o'tirib bir kalom aytishligimga sababchilardan. Allohim yanada maqomlarini. Men doim Hazratni ruhini Alloh shod qilsin deya duo qilmayman odatda. Xotirjammanki inshaalloh u kishi Allohning izni bilan mun'am ne'matdadirlar. Yanada u yoqda maqomlarini Robbim yuksak qilgin deya doimgi duom shu bo'ladi. Va sizga ham buni tavsiya qilaman. Endi yoshlarimiz aynan har birlari birinchi masalan ruhiy tarbiyadan boshlabmi, hadis va hayotni misol uchun namoz bobi, e'tiqod bobi. Mana biz o'sha Boylarog'ulda hozir namozni mohiyati, mazmun, uni mohiyati, ma'nolari, namozdan maqsad nima degan mavzuda biz o'sha bo'lim qilib suhbat qilyapmiz va o'shanda ham hadis va hayotdan aynan Hazratni kitoblaridan o'zim aytib beryapman. Mo'minning merojini o'qing. Bu gaplarni tushunish uchun men sizlarga buni Hazratimizning kitobidan aytayapman deya, hatto syomkalarda ham bor, efirlarda ham ko'rsatdim. Bu so'zlarni hammasi o'zi Hazratimiz yozib qo'yganlar. Namozda mana shu sizlarga aytilayotgan holda bo'lishligingiz uchun mana u kitobni o'qing, illa namozda o'zingizni topasiz. Namoz quruq bu o'qigan talaffuz, oyat karima, duolardan iborat emas. Uni ichida ma'nolar ichida ma'no bor deya u so'zlarni aytar ekanmiz. Illa o'sha o'rinda ham mana Hazratimizning hadis va hayot kitoblaridan biz ularga o'rnak bermoqdamiz. Agarda biz bugunlik kunda har bobda yozdilarda, ya'ni yozmasdan qolmagan bir o'rinlar yo'q. Har ilmda yozdilar. Yuqorida aytdimki, butun ilmdan bu zotga ilm berilgan. Hadisdan, Qur'ondan, tafsirdan, fiqhdan, aqidadan, sulukdan, ruhiy tarbiyadan hamma agar kitoblarini biz jamlay olsak o'zimizni shu vujudimizda har birimiz ham inshaalloh Hazrat bizga ko'rsatgan ko'rsatmalarda bo'lsak, inshaalloh bu diyorlar, bu jamiyatimiz eski saodat davriga qaytadi. Hazratni bilasizki, so'zlarda aksarida saodat davri deya bizni o'sha zot Alloh rozi bo'lsin, saodat davriga o'sha qaytarishlik uchun, saodat davrida qisman bo'lsa ham yashay olishligimiz uchun bu so'zlarni bizga urg'u berib ko'p aytardilar. Bu kitoblarni agar biz o'qiydigan bo'lsak, inshaalloh Allohning izni bilan o'sha saodat davrida qisman bo'lsa ham yashagan bo'lamiz Allohning izni bilan. Shuning uchun yoshlarga tavsiyamiz, balkim yoshlar emas, o'tganda bir vazoratda ishlab, juda buyuk bir mansablarda ishlagan bir 70 ga yaqinlashib qolgan umrlar ham bir otaxonni ko'rdim. Ular o'sha birinchi prezident Karimov zamonlarida ma'naviyatga chaqiruvchi, husni xulq, axloq shu kabi manba yaratishlari kerak ekan maktab uchun. Biz deydilar 23 kishi bo'lib shuni deydi tuzuq quruq yarata olmadik. Biri bu deydi, biri bu deydi. Va oxiri men deydilar pensiyaga chiqib, endi namozimni o'qib, kitob o'qib boshlasam, uni hammasi Qur'on va hadisda ekan va aynan Hazratimiz deydilar, Alloh rozi bo'lsin, hammasini bayon qilib ketgan ekanlar deydilar. Qani edi o'sha paytida sal bu yoqlarga qarab Hazratimizni yanada tanib, o'sha kitoblarini biri bo'lsa ham qo'limga tushib qolsa edi, o'sha 23 ta insonni ustida men rahbar edim. Rahbarni deyapti o'sha Karimov rahmatlini aytayaptiki,
balkim quvontirarmidik deydilar. Shuncha kunlarimiz zoya bo'lgan. Faqat yaxshilik, saodat, jamiyatni osoyishtaligi, osuda hayotimiz bu islom ekan, qor aka. Alloh rahmatiga olsin. Hazratimiz bizni tushungan ekanlar. Hazratimiz bizni jamiyatimizni bilgan ekanlar. Hazratimiz jamiyatimizdagi har bir xastalikka o'zi muolajalarini yozib ketgan ekanlar deya alohida hazratimiz deya o'sha zotni og'zidan eshitgan gaplarim bir qancha duolar bilan hazratni esladilar. Va nima deyaptilar? Qarang, bu yoqdagi so'z o'sha maktab yoshidagi bolalarga ham dastur yaratishlikda ana o'sha kitoblardan biz bexabar bo'lganmizda, tepada bo'lganligimiz uchun deyapti. O'sha davrlar hammamizga ma'lum. Agar sal bu yoqqa qiyo boqib o'sha kitobni bir ruhiy tarbiya qo'limizga tushsa edi, biz o'shalardan bir go'zal asarlar yaratib rahbarni deyapti, quvontirgan bo'larmidik. Balkim bugunlik kunda o'sha maktablarimizda ham o'sha asarlar yoyg'in bo'lib, ruhiy tarbiyalarda bolalarni o'sha yanada targ'ib qilishlikda bizga buyuk bir manba bo'lib qolarmidi deyapti-da, lekin u kishi hozirgi kunda pensioner, albatta maoshda, uni hozir u kishi uchun iloji yo'q. Ammo o'zi xursand, Allohga shukrlar bo'lsin, oxirgi umrlarim bo'lsa ham bugunlik kunda men Hazratning kitobini o'qishlik bilan yanada xuddi yoshligimdagidek talib ilm bo'lib, ammo o'zgacha talib ilm bo'lib, dinimni o'rganyapman. Alloh o'zini rahmatiga olsin deya u kishi aynan bir suhbatimizda Hazratga alohida ko'plab duo qildi. Shuni aytmoqchimanki, bugunlik kunda nafaqat yoshlarga emas bu so'zimiz, yosh va qarilarga. Chunki biz o'qiy olmadik 70 yillar, 100 yillar o'zimizni dinimizdan, o'zimizni ma'naviyatimizdan, ma'rifatimizdan uzoq qilindik. Ana o'sha dinni, o'sha ziyoni hammasini bizni tilimizda, og'zimizga chaynab solib qo'yganlar. O'sha kitoblarida hammasini bizga bayonini qilib ketgan Hazratimizning kitoblariga qaytaylik. Yosh va qarimiz buni o'rganaylik. Dunyo oxirat saodati shu kitoblarda. Va shu atrofida, mana shu kitoblar atrofida Hazratimizni bizga qoldirgan dasturlari, bizga qoldirgan yo'llari, tariqlari, yo'llarida hammamiz jamlanaylik. Butun O'zbekiston jamlansin. Qozog'iston, Qirg'izistonni aytmaysizmi? U yoqda Tatariston, Boshqirdistonni aytmaysizmi? Haligacha mana shu kelib olib ketishyapti. Haligacha o'sha Hazratimizni O'zbekistonga kelgan o'sha qozoq, qirg'iz, mo'min musulmonlari nima qiladi? Keladilar, mana shu bizni kitobxonalarimizdan Hazrat kitoblarini oladi. Va ularga ham ilohim yanada bo'lib qolsin, qirg'iz qozoqchaga yana ko'proq kitoblar tarjima qilinsin. Va lekin avvali bu kitoblar yana boqiy qolishligi uchun, qiyomatgacha bardavom bo'lishligi uchun yana takrorlayman, buni biz muridlar tezlikda arabiy qilishligimiz kerak. Chunki biz manfaatlanib turibmizmi? Olam manfaatlanishligi kerak. Buni agar arab olami biladigan bo'lsa, bu kitoblarni yuqorida aytdim va takror aytaman. Takror aytishlik bilingki, bu bizning dinimizdan. Nega bir suhbatni o'zida qor aka aynan bunga urg'u berib takrorladi demang. Chunki Qur'on takrordan iborat. Qur'on 3 dan 2 qismi qissalar. Bo'lib ham Musa alayhissalatu vassalam va Bani Isroil qissalari. Nega qissalar takrorlanadi? Chunki bizni fitratimiz shunday. Bizni fitratimizga takror kerak. Bir narsani bir aytishligi bilan biz qilmaymiz. Takror aytiladiki, shundagina qilamiz va takrorlayman. Yana biz bu kitoblarni atrofida jamlanaylik. Bu asarlar atrofida jamlanaylik. Shunda O'zbekistonimiz gullab yashnaydi. Va butun olamga buni tarqataylik. Va sallallohu ala sayyidina habibina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in.